Voy, televizorlarning ko'pligini qarasanglar-chi, qish fasli o'zi televizor sezoni bo'ladi. Короче, bu narxlarni eshitib qolib, realniy jinni bo'lib qolasizlar akalar. Televizorchi tarqatadigan akalar bu videoni ko'rsa, aniq meni yomon ko'rib qolishadi. Ko'chada 55 talik televizorlar $500 dan baland turadi akalar. Ziflerda 55 talik televizor narxi $340. Bilmadim bratlar, nimaga unaqa arzon sotishyapti. Bu televizor sifati past o'tgan negativlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Opa! Sizlarga hozir bitta tekshirib beramiz. Televizor sifati Yevropa brendlari bilan bemalol tashlashib qo'yadi. Ekranlari почти bir xil. Kristalskiy LED bo'ladi. Smarti ham uncha-munchaga qoturmaydi. Webs programmada ishlaydi. Pulti ham okalar oddiy emas, o'rtasida joystik bor, голосовой управленияsi bor. Даже televizorda michka qilib ishlasanglar ham bo'ladi. Ziflerda assortimentlari ko'p, mana 43 taligi bor, 55 taligi bor, 65 taligi bor, mana даже уже 75 taligini ham уже kamazga orishyapti, kamaz chiqib ketyapti akalar. Tezroq ulgurib qolinglar, nimagaki уже 50 talik razmeri почти qolmayapti. Mana bu 55 endi hadoy bo'ladi. Uylarga 2-3 ta oladigan joy. Videoni maksimal tarqatib yuboringlar. Kimga qiziq bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab bitta texnika do'konlariga kirib, ziflerni bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Haqiqatan jinni narx. Foydalanib olinglar. Keyin bunaqa narx bo'lmaydi.